Endi Toshkent shahrimizga yangi Toshkent tumani, yangi tuman qo'shilgani sababli u yerga hozirgida yangi vazirliklar ko'chib borishi inobatga olib, mart oyidan boshlab u yerga vazirlik ko'chib borish boshlagan. Aholi sonini, yo'lovchilar sonini ko'payayotganligini, u yerda yangi imoratlar qad ko'tarayotganligini inobatga olib, harakatlanayotgan 190 avtobus yo'nalishimizni yangi Toshkent bekatiga qadar uzaytirdik. Qolaversa 137-sonli Qo'shqo'rg'on mahallasidan Istiqbol mahallasiga qadar harakatlanadigan avtobus yo'nalishimizni ham yangi Toshkent bekatiga qadar o'zgartirdik. Ushbu o'zgartirish masalasida biz joyiga chiqqan holda o'rganib chiqdik. U yerdagi yo'lovchilar sonini, vazirliklarga qatnayotgan ishchilar, xodimlardan fikr mulohazalaridan kelib chiqib o'zgartirdik. Turaman, maktabga shu avtobusda qatnab turaman. 9-maktabda o'qiyman. Har doim kelib ketishda shu avtobusda chiqaman. Ancha qulay bo'ldi. Haydovchilar yaxshi, muomalasi bor. Bu tarafga qarab yo'lga qo'ygan yo'li ancha yaxshi. Menimcha shu yerda ishlaydiganlarga ancha foydasi tegyapti. Avtobusda o'qishga borish uchun foydalanaman. Uyga qaytish, kelish udobli, shuning uchun. Bu yoqqa chopib kelgani bizga yaxshi. Bu avtobusda faqat shu yerda turadigan odamlar emas, ishxonaga qatnash uchun ham ko'pincha ishlatishadi. Shuning uchun bizga qulay. Avtobuslarni yana kelishini tezroq qilib bersa, aholiga yana qulayroq bo'ladi. Ismim Dildora, O'zbekiston Energetika, neft, gaz va geologiya xodimlari Kasaba uyushma Respublika kengashida faoliyat yuritaman. Bu yerga biz 1-martdan ko'chib o'tdik. Boshida bizga avtobus qo'yilmagandi, qiyinchilik ko'p bo'ldi. Adashmasam 27 yoki 28-martdan qo'yildi avtobus bizga. Bu ancha yo'limizni osonlashtirdi, chunki ertalab kelamiz, shu yerga qoldirib ketadi. Ketishda bo'lsa, persiyatka qilib ketishimizga to'g'ri keladi. Baribir oson qildi yo'limizni ancha. 190 tez keladi. Ko'p kutmayman, 8 minut maksimum kutaman. 137 lekin ozgina cho'ziladi. Asosan 190 dan foydalanaman, shuning uchun 190 ni minutini bilaman. Hammada ham mashina yo'q, bu yerda ish yurituvchilar bor. Bu yerda tozalik xodimlari bor. Yetakchi mutaxassislar bor, которые muhtoj mashina niyatida. Ularga ham avtobus juda ham kerak. Har doim ham taksi 120 ming. Uyimizdan bo'tgacha ertalab Yandexda kelamiz desa 120 ming ko'rsatadi. Karimova Dilfuza bo'laman, O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatida ishlayman. Avtobusdan foydalanaman, 190-avtobusdan foydalanaman. Kelib ketaman. Menga yoqadi, tez kelib ketadi. Yengil mashinadan ko'ra menga hozir avtobusda kelib ketish qulay bo'lyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, yana ham qurishyapti. Mana bu yoqqa yana neft, gaz, yana boshqa tashkilotlar, bir-ikkita institutlar ham ko'chib keladi degan. Yana ham o'sha ehtiyoj ortaveradi avtobusga. Menimcha olib tashlasanglar, menimcha o'sha yana norozilikchilar bo'lsa kerak deb o'ylayman.